Meran: Muhtarama Milena xonim, ha, ayni murojaat endi me'daga tegdi. Biroq bizning omonat dunyoda bu shunday bir dastakki, bemorlar unga tayanishi, uni mahkam tutishi mumkin. Va modomiki ushbu dastakka tayanish jonga tekkan ekan, bu baribir hali sog'ayganlik belgisi emas. Men hech qachon nemis xalqi orasida yashamaganman. Nemis tili menga onam tomonidan ona tili va shu bois men uchun tabiiy. Biroq chex tili menga ko'pdan aziz. Shuning uchun ham sizning xatingiz tuman pardasini go'yo yirtganday, men sizni aniq ko'raman. Qomatning, qo'llarning harakati shunday epchil, shunday qat'iy, bu qariyb uchrashuvdan totli. To'g'ri, keyin men sizning chehrangizni ko'rmoqchi bo'lib, boshimni ko'tarib qaragim kelgan chog'da yozayotgan xatim. Zarbul masalni qarang. Alanga olib yonadi va men hech nimani ko'rmayman. Ko'z oldimda faqat alanga. Bunaqada vasvasaga tushib, sizning o'zingiz uchun joriy etgan yashash qonuningizga ishonib qolishim mumkin. Ustingizda misoli yuk bo'lib bosib turgan bu qonun bois sizni ayashlarini xohlamaganingiz sababi kunday ravshan. Chunki qonun joriy qilmoq qat'iyat va mag'rurlikdan boshqa narsa emas. To'g'ri, bu qonunning ko'rinishlariga oid siz keltirgan misollar muhokama qilinishi mumkin emas. Bu o'rinda faqat so'zsiz sizning qo'lingizni o'pishdan o'zga iloj yo'q. Menga kelsak, men albatta sizning bu qonuningizga ishonaman. Faqat men uning sizning hayotingizni bundayin oshkora, ayovsiz va umrbod bezashiga ishonmayman. Garchi u yangilik esa-da, biroq lo'nda topilgan yangilik. Yo'l esa poyonsiz. Biroq bundan qat'iy nazar, odam bolasining mavjud aqli ojizi bilan sizni o'sha, o'zingiz yashab turgan qizigan o'joqda tasavvur qilish dahshat. Men faqat o'zim haqimda gapirishga urinib ko'raman. Agar hammasini xuddi maktabda yechiladigan masalaga o'xshash deb qarasak, u holda sizda menga nisbatan 3 ta yechim imkoniyat bor edi. Siz, misol uchun, menga o'zingiz haqida hech nima aytmasligingiz mumkin edi. Biroq bu holda siz meni sizni bilish baxtidan mahrum etardingiz. Va bunday baxtdan-da muhimi, bularning bari bilan o'zingizni sinab ko'rardingiz. Bundan ayon bo'ladiki, mening oldimda sizning sukut saqlashingiz mumkin emas edi. Siz keyinchalik ham ko'p narsani sir saqlashingiz, ko'p narsani bo'yab bejashingiz mumkin edi. Va hozir ham buni qila olasiz. Biroq men hozirgi vaziyatda buni, garchi hech nima demasam-da, sezgan bo'lardim. Va faqat bu menga 2 karra og'ir botardi xolos. Demak, buni ham siz qilmasligingiz kerak. Faqat 3-chi imkoniyat qoladi. Bu imkon qadar o'zingizni o'zingiz asrab qolishga urinish. Va shunday omonatgina imkoniyat sizning maktublaringizda ko'zga chalinadi. Men endi ularda tez-tez xotirjamlik va qat'iyat haqida o'qiyman. To'g'ri, boshqa narsa haqida, hatto Reylni Xruza haqida ham tez-tez o'qishga to'g'ri keladi. Sizning o'z sog'lig'ingiz haqida yozganlaringizdan meniki tuzuk. Faqat men bu tog' havosida yaxshi uxlay olmayman. Men qanoatlanmayman. Vrachning tashxisidan ko'ngil taskin topmaydi. Aniqroq aytsam, tashxis iliq-miliq. Uni qanday talqin qilish sizning kayfiyatingizga bog'liq. Albatta, vrachlarning bari to'nka. Biroq ular ehtimol boshqa odamlardan ko'ra ahmoqroq emasdir. Lekin ularning izzat talabligi kulgili. Nima bo'lganda ham shuni nazarda tutish kerakki, bizning ularga ishimiz tushishi hamonoq ular battar ahmoqlashadi. Biroq vrachning hozircha sizdan talab etayotganini o'ta ahmoqlik ham, mumkin bo'lmagan ish ham deya olmaysan. Mumkin bo'lmagani faqat sizning jiddiy kasallikka chalinmaganingiz va bu shunday mumkin bo'lmagan hol bo'lib qolishi kerak. Vrach bilan muloqotdan keyin sizning hayotingiz qaysi tomonga o'zgardi? Eng muhimi shunda. Endi esa bir necha ikkilamchi savollar. Siz ruxsat etasizmi?
Nega va qachondan beri siz pulsiz o'tiribsiz? Nima uchun siz avvallari xatingizda yozganingizday Venada ko'p odamlar bilan muomalada bo'lgansiz-u, endi hech kim bilan gaplashmaysiz? O'zingizning felyetonlaringizni menga yuborishni xohlamaysiz. Demak, men bu felyetonlarni siz haqingizda o'zim tuzgan o'sha obrazga to'g'ri va muvofiq tarzda qo'shib bog'lashimga ishonmaysiz. Yaxshi. U holda men sizdangina qilaman. Sirasini aytganda, bu fojia ham emas. Axir muvozanatni saqlash uchun hatto yaxshi amal bu. Agar mening yuragimning bir burchida siz uchun bir chimdimgina tuyg'usi uyg'otib qo'yilsa, yomon bo'lmaydi. Sizning Franz Kafka. 1920-yil may.